Bo'ldi mana doskadagi reaksiyani yarim reaksiyalar usulida ko'ramiz. Yarim reaksiyalar usulida boya aytdikki, o'zgargan ionlarni nima qilish kerak? Ionlarga olish kerak. Mana bu yerda fosfor anioni kationi +3 ta edi. Fosfat sirda qolg'uga aylangan. Nima qilamiz? Suv beramizmi yo oqash? Suv beramiz. Haqiqatan kislotalikda suv berish kerak. Nechta fosfor? Ikkita fosfor. Demak, bunga bittasiga 4 ta, ikkitasiga 8 ta suv berish kerak. 8 ta suv, o'shanda ikkita Ta4-3 anioni va 16 ta vodorod atoni hosil bo'ladi. Xuddi shunday +3 -2 oltin gugurt -2 dan SO4 anioniga o'tish kerak. Bittasiga nechta suv beramiz? 3 ta. Bittasiga 4 ta suv. 4 ta kislorod bor. 3 ta oltin gugurtgacha 12 ta suv. Demak, plus 12 ta suv. Va 3 ta SO4 minus va 24 ta vodorod katon. Yuqoridagi jarayonda fosfor +3 dan +5 ga o'tyapti. Bitta fosfor, ikkita elektron. Ikkitasi 4. Demak, 4 ta elektron yo'qotish bo'lyapti, -4 elektron. Oltin gugurt -2 oksidan darajasidan +2 oksidan darajasiga o'tyapti. Nechta elektron? 8. Bittasi 8. Uchtasi 24 ta elektron. Ana jami 28 ta elektron yo'qotish bo'lyapti. 28 ta. Hop, keyingi NO3 anioni NO2 molekulasiga aylanyapti. Bunda bitta kislorod yo'qoladi. Bitta kislorodni olish uchun NO3 minus anioniga 2 proton, vodorod protonni berib, NO2 ga aylantirib, va molekula suv hosil qiladi. Bu jarayonda nechta elektron ishtirok etadi? Bitta. Chunki azot +5 oksidani darajasidan +4 oksidani darajasiga o'tadi. Demak, bitta elektron. Almashtiramiz. Qisqarmaydi, 1 ga 28. Xuddi boya olib borganimiz kabi yo'qotilgan, qabul qilingan elektronlarga ko'paytirib chiqamiz. 2 ni 1 ga ko'paytirsak, 2 ta fosfor +3 8 ni 1 ga ko'paytirsak 8 ta suv, 3 ta 1 ga ko'paytirsak 3 ta oltin gugurt 2 minus 12 ta suv. Ana ikkalasini ham strelkagacha keldi, to'g'rimi? 28 ta. Hop. Endi plus 28 ta NO3 minus 56 ta vodorod plus. Ana strelka. Hop, endi bu tomon ikkita proton anionlar. Hop, 16 ta vodorod. 3 ta SO4 anionlar. 24 ta vodorod plus 28 ta NO2 28 ta suv. Ana endi yuqoridagi kabi o'xshash proton va suvlarni ortiqchasini qisqartirib tashlaymiz. Bu tomonda nechta suv bor? 28 ta. Bu tomonda 20 ta suv bor. 20 ta suv. Bu yerda 8 ta suv qoladi. Bu yoqda esa
28 ta suv. Mana 28 ta. 8'te su. Ikkini o'chirib tashlasak 8 ta suv bor. Bu tomonda vodorodimiz 56 ta. Bu tomonda-chi? 40 ta. 16'da. Demak, 16 ta bilan 24 ta, 40 ta vodorod. Bu yoqda 56 ta. 16'da qoladi. 16 ta vodorod qoladi. Ana endi yuqoridagi kabi nimalarni qo'shib chiqamiz. Yetmay turgan kation anionlarni qo'shib chiqamiz. Bu ikkita fosfor bilan bu 3 ta oldingi bitta fosfor sulfidni beraveradi. Plus 28 ta NO3 28 ta NO3 uchun 28 ta vodorod kerak. 28 ta vodorodning 16 ta protoni turibdi, 12 ta proton qo'shamiz. Bo'ldimi? Strelka. Hop. Ana bunga 2 ta provodorga 6 ta vodorod qo'shamiz. Plus 3 ta esotorga ham 6 ta vodorod qo'shamiz. Nima qilyapti? 28 ta NO2 bilan 8 ta suv qoladi. Xo'p. Hammasini yig'ib yozib chiqargan bo'lsak, fosfor 2 S3 plus 28 ta nitrat kislota barobar. Hop. 2 ta orta fosfat kislotasi, 3 ta sulfat kislotasi, 28 ta NO2 va 8 ta suv. Marhamat, tenglashtirib ko'raylik qani. Kislorod atomlari 28 ni 3 ga ko'paytirsak 84 ta. Mana narigi tomonda ham 84 ta chiqarim yo'q. Ikkala tur 8 20 20 ga 56 78. 76 bo'ldimi? 76 ga 8 84 ta. Mana marhamat, doskadagi reaksiya yarim reaksiyalar usuli bo'yicha, ya'ni ion elektron balans usuli bo'yicha tenglashtirilgan.